Yo, barcha salomlar sizlar bilan men o'sha Diamond va salomlashib bola. Bugun biz aeroportda hozir masjid dedik. Ka'bani, ya'ni Makkaga keldik do'stlar. Shuning uchun hozir boramiz. Ketdik. Hozir juda ham qiziqib ketyapman uni. Ey, Fatma. Ana. Yo, shitlar ham to'planmoqda-da. İçeriye kirib ko'rmaymiz do'stlar. Agar shu video 5 ta like yig'sa ichiga kirib ko'ramiz. To'g'rimi? Albatta. 5 ta like yig'sa. Mana ichida ko'mir solib qo'yishdi. O'zi ko'mirda o'rniga bu yerda ana payg'ambarning oyoq kiyimimi turardi. Nima turardi bu yerda? Ha, Ka'ba eshigini yopib qo'y, tamom ko'rinmasin. 5 ta like yig'ib tashlaylar. Shunda ichini ko'rasizlar. Yigitlar yig'ilib olibdi bu yerda. Boylar ham ko'p ekan. Manda oq kiyimlarda lekin ko'p yurish kerak. Bitta kam bo'lsa. Bu yerda voshi katta. Uchuban ko'rsatamizmi deyman, ha? Uchuban ko'rsataylik, yur. Wow, u qanaqa joy bilmadim-ku. Qanaqa joy endi? Buzilib ketdi. Uzr. Ko'pri redstone bormi? Redstone qilingan. Devam bor ekan. Qanaqa joy bu endi? Qaysidir uy shekilli. Mana olagan buruyli dussam, bu yerda har xil binolar, shunaqa joylar hududdan ham chiqib ketgan. Nima deb yozib qo'yibdi bu yerga? Xo'p, Makka Royal Clock Tower, Messa, Saudiya Arabiston. Xo'p, Makkadagi Clock Tower. Ana Clock degan binosi, Messa. Bakki, bekkan xuddi shuni yozib qo'yibdi. Mehmonxona ekan bu. Voy, zumbotlar. Bitta anaqa lift bor ekan, lekin lift ishlamasa kerak. Yana bitta muxlismon rolida Muhammad Zohid salomlashib qo'yamiz. Salom hammaga. Men Muhammad Zohidman. Muxlismon rolida ekan. Voshi zo'r ekan, lekin ha. O'tiraylik, yaxshi o'tir, gaplashib o'tiramiz. Ras. Bu lift ekan, lekin lift ishlamasa ham kerak. Amcha tugmasin bo'ladi. Lekin dahshat dekoratsiyalar. Xo'p, kirib ko'raylik-chi. Mana u lift shekli. Lift mana ikkinchi uchinchi qavatlarga chiqadigan, lekin yopiq ekan-da. Mana nomimman unasa. Adan nimadir qaziyapti, nima bilmadim, chunki bu katta qurilgan joy. Ha, katta qurilganligi uchun qatyapti-da. Yetti betdan chiqaylik. Tan qatib otib o'rmas. Hozir qaytib keldi. Yo'q. Hozir o'ynab turdi. Oo! Bu binolarga ham kiraylik. Wow. Wow, xullas kiramiz. Lift bo'lsa kerak. Ha, lift ekan, faqat narvolli. Mana, o'sha nechinchidir ham qavat. Endi tepasiga chiqamiz. Chiqaylik shuni. Ha. Bulut mana, bulutga chiqibdi, lekin bundan ham baland bo'lishi kerak ekan. Qarada yarmiga yetmabdi. Bu Minecraftda bulutdan tepaga chiqish mumkin emas-da. Joylar qanaqadir. Xo'p, yana asosiy Makkani joyiga kelamiz. O'sh ketyapman. Ha, mana ko'rdim seni. Plus Ka'ba yoniga ketdik. Ket. Ochilgan o'zi. Ka'baning ichini ko'rsatamiz albatta. 5 ta like yig'ilsa ko'rsatamiz. Wow. Masjidlarda bor, mana masjidlar bor. Namoz o'qiydigan joylar. Yaxshi chiqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar do'stlar. Obuna ham bo'lib qo'yinglar. Agar mana zo'r chiqqan bo'lsa. Minecraftda ham bunaqa bor deb ko'plar o'ylaydi. Ba'zilar yo'q. Kim birinchi marta kelishim.
Senga ham yoqayaptimi? Vau. Shu chiroyli. Oh. Hadi eshiklar. Robotmi bilmayman-u. Nima jita qora ko'rindimi? Menimcha men ham qora ko'rinsam kerak turibsam. Qora ko'rinyapmanmi? Sen ham turchi. Qora ko'rinar ekanmi? Ha, bitmagancha. To'rashga sol orqa-orqa. Qora joyga tur. Qora joy. Vashshi qorayib ketdi. Yur, yitilan haligimda qo'rqitib yubordi meni. Vau. İşte zo'r. Chiroyli. Endi mashina qanaqadir payg'ambarning uyimi bilmayman-u. Agar adashgan bo'lsam kechiringlar-u. Cho'ta kichkina qanaqa joy bilmadim. Sizlar bilsanglar, uni kommentga yozib qo'yinglar. Agar kelgan bo'lsanglar, men kelmaganman. Kelganlar bo'lsa kerak, bizlardan ham kelishgan, lekin men kelmaganman. Betlarga. Shunaqa joylarga borish sizlarga ham nasib qilsin. Faqat o'yinda emas, uni hayotda. O'yinda bo'lsa g'alati tilay bo'ladi. Va bu qanaqa joy, betlar ham masjid bo'lsa kerak. Qanaqada chiqish, sahroyi, sahroda qishloq. Yo, bizga qishloq kerak emas. Va met rosa chiroyli dekoratsiya ekan mana. Mana, Minecraftda ham dekoratsiya bor ekan mana. Bitta ham shu dekoratsiya. Lekin metlar zo'r ekan. Jitillar ham to'plangan. Biz ham masjidda yuramiz. Mehmonxona yo'q, mehmonxona bo'lar. Yo'q, katta. Hali katta soatli bino bo'lardi. Lekin bitta qo'yilmagan menimcha. Mana ular bo'lsa kerak. Bulutga yetib qolgani uchun menimcha o'xshamagan. Bu bloklarga e'tibor bermanglar, g'alati blok ekan. Shu zo'r ekan. Shu Makkani joylari. Bitta qanaqadir turadigan joy. Qanaqa bo'ldi endi? Men bilamanki, Ka'baning yonida qanaqadir jannat toshmi shunaqa bo'lardi. Mana bo'lsa kerak. Bizda chiqib turishga. Anaqa. Bu degan. Shu hamma keladi. Ba'zilar qora tosh, qora toshmi shunaqa edi. Shu jannatdan kelgan tosh deyshardimi, shuna deyishardi. Xullas, bitta menimcha hamma yo'qni ko'rib bo'ldik. Hayır. Sizlar bilan men o'sha Diamond. Xayrlashib. Xullas, hammaga xayr.